Bo'ldi, tugatinglar. Meni obunachilarim axir kutib qolishdi. Hammaga salom, sizlar bilan Boburjon va mening qishlog'imda yana Noob Pro Hacker o'rtasida jang bo'lib o'tadi. Xo'p, bu yerda Noob Pro Hacker va Good bor. Bugun ular juda baland binolarni qurishganga o'xshayapti. Bizlar bugun sizlar bilan buni tekshirib chiqamiz. Qani unda Noobning o'zi bilan tanishib olaylik. Noob, bugun sen yutasanmi? Nima deb o'ylaysan? Men yutaman bugun. Boshqalarga noni yo'q. Bilmadim. Pro, sening binoing juda qimmatga o'xshayapti. Bu mening binoyim. Bunga milliardlab dollarlar ketgan. Yaxshi. Hacker, sen Bedrockdan qurdingmi? Men Bedrockdan qurdim. Zo'r. Good. Sening binoing ham yaxshiga o'xshayapti. Bu mening binoyim. Bu juda zo'r. Yaxshi. Bo'lmasam Noobning binosi bilan tanishishdan boshlaymiz. Qani Noob, binoingga kiryapman. Kiraver. Loydan kaksekda. Xo'p, nima qilishim kerak? Zinalardan ko'tarishim kerakmi? Mayli. Ketdik. Tentak Noob. Bino tushundim. Bu daraxtlarni olishim kerak va men bulardan shot yasashim kerak. Unda olib olamiz. Buni ham olamiz. Hammasini olamiz. Shu joyda Behruzbek bilan Mutchi-Putchiga salom aytmoqchiman. Yasaymiz. Xo'p, tayoqcha yasaymiz. Tayoqchadan esa nurvon yasaymiz. Va bitta qo'yib chiqishimiz kerak, adashmasam. Xo'p. Bu yerga qo'yamiz. Hamma yoqqa qo'yamiz. Qo'ydik. Bu yerga ham qo'ydik. Mana yetib qolarmikan? Yo'q. Sandiqmi? Qilich. Tepada nima bor? Obsidian. Qilichni olaman. Qilichni ol. Hop, oldim. Sandiqda nima bor ekan? Almasni kirka. Prodan ijaraga olgan bo'lsa